Assalomu alaykum Andijonchi bozor uz kanali obunachilarimizga mashinalarimizni qo'yib o'tyapmiz. Biz hozir mana keldik. Damazlar, Labolar, Sparklar, avtomat korobka, uyimga, ayolimga, singlimga, opamga olib beraman degan Sparklarimiz ham bor. Ko'rishinglar mumkin avtomat korobkada nimada. Hoji aka assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kelinglar. Hoji aka, charchamasdan. Kelyapsizlarmi? Charchab qolmayapsizlarmi? Rahmat. Hoji aka, mashinalarni ko'rib o'tdik. Bu nimalarda Lacetti, Gentra, Malibu Captivalaringizni gaplashdik, ko'rdik. Endi yengilroq bo'lgan masalan o'zimizni joydari haydab, kira qilib, uydagilarga oila boqaman degan odamlarga men Damazlar, Labolar ham bor ekan. Xudo xolasa. Bu Laboyimizning narxi qanaqa? Laboyimizni 199, 23 mashinalar tayyor, hamma yo'lda yurishi tayyor qilib qo'ygan. Va hozir buni 4,5 ga beramiz. Yana kelsa kelishgan holda kelishadigan yo'llarini qilamiz. Buni ham bemalol kelishgan holatda bo'laveradi. 1 tonna 200, 300, 400 qadab bemalol kirani bossanglar bo'ladi. Bu Damazimiz yangi shakliga 25. Bu ikki xil holatda chiqadi. $900 bilan ham chiqadi bank hisobida, 1300 bilan ham chiqadi. 1300 bilan chiqqani 2,5 milliondan chiqadi oylik to'lovi. 1,300,000 bilan chiqqani 2,5 milliondan bo'ladi. 900 bilan chiqadigan joy bor, u 3,260,000 bilan chiqadi. Ozroq baland bo'ladi. Qaysi bir holat to'g'ri kelsa, o'ziga yoqqan. Shu holatda chiqarib beraveramiz. Xudo xolasa. Yillar 25, 3,5 ming yurdi. 3,5 ming yuribdi. Yili yangi, toza kraskalari yo'q. Xudo xolasa o'zingizlar tekshirib olasizlar bemalol kelib. Mana bu Sparkimiz. Sparkimiz 14. Bu Sparkimizni ichlari yaxshi, holatlari yaxshi ekan. Ichlari hamma yo'q yaxshi, mashina Xudo xolasa. Yo'llarimizni yana buni jicha qiladigan ishlar bor, ularni mana qilib beramiz. Kosmetika ozgina ishlari bor. Minadigan holatga keltirib beriladi u. Anaqalar yaxshi holatda. Buni necha pul qilib beramiz? 5,5 mingga bo'ladigan qilib beramiz buni olib qo'yib 14 yili. Shuni 5,5 mingga olsa Hoji aka, meni nomimdan bitta polilarni men qilib beraman. Mashina olganlarga. Bo'ldi. Bizda ham bonus bor, uni kelgandan keyin aytamiz, Xudo xolasa. Xo'p, bo'ladi. Spark oq minaman degan obunachilarimizga buni ham puldan olib qopti. Bu 2012. Buni ham 20% kraskasi bor. Buni 5,600 ga buni ham qilaveramiz. Kelishtirib beramiz. Bu 5,600. Mana avtomat korobka minaman degan obunachilarimizga Gentra legenda deydi, qorasi. Bu Spark qorasi ekan. 12 avtomat ekan. Mashina pashti tayyor. Olasiz, mo'yga qilasiz, tonirovkani urib, bemalol. Bu tayyor hamma yo'q. Buni u yer berini qiladigan joyi yo'q. Mashina minishga tayyor. Oladi, minib ketaveradi. Necha pul bilan chiqadi? Bu 2000 bilan chiqadi bu. 2000 bilan chiqadi. Xudo xolasa 6200 u yog'ini tushirib beramiz. Kelgandan keyin kelishtirib qilib beradi. Anaqasiga to'g'ri qilib. Ayolimga, singlimga yoki opamga yo onamga olib beraman degan Spark olib bemalol ayollarimiz haydasa bo'ladi. Salonlar ichlari ham tayyor ekan. Boshda ham 13 bu mashinaning yili, bu ham avtomat korobka. Hozir bu ham xuddi bir xil Hasan Husan xuddi shu holatda chiqaradi hamma yoq. 6200 deyapmiz, narxini tushirib beramiz kelganda. 2000 bilan chiqaradi bu ham. 2000 bilan chiqaradi. Anqib beraveramiz. Endi bunimiz 2012 Toshkent motor. Holatlari a'lo. Hamma yo'q tayyor, balonlar yangi. Buni hech qanaqa rasmga to'g'ri 1053 Yandex ular to'g'ri kirayach ketadigan mashinamiz ekan. 1,5 ming puli borga bu 1,5 ming bilan chiqaradi. 1,5 ming bilan chiqaradi. Bu oq 862 biz 1300 bilan chiqaradi. Masalan, kredit qilaman deganlarga bu 1300 bilan bu 1,5 ming bilan oldindan to'lov chiqaradi. Kelganlarga qanchalik pulim bor o'ylanib 6,000, 7,000 dollar qilib kelgan olaman degan ish yo'q. Kelasizlar, qo'linglardagi pulni berasizlar, Hoji akam bilan gaplashib, o'zlari yo'lni tushuntiradi. Qanaqa, necha pul iloji boricha sizlar tomonga yuradi. Chunki klient qo'ldan kelganicha yordam beramiz. Shu mashina minib ketishiga harakat qilamiz. Sharoitlarga ham bo'lasizlar, ular ham xudo xolasa inshaalloh qo'ldan kelgan. Andijonchi bozor uz kanali obunachilarimizga bemalol kelishinglar mumkin. Yo'nalishlarimizni aytib o'tamiz, yana bir marta aytib o'tamiz. Andijon Pushkin bog'ini to'g'risida Fortuna Biznes Bankda pastida Hoji akamizning ofislari shu yerda bemalol kelishinglar mumkin. Sizlar kelib qancha mashina olib ketsanglar biz xursand bo'lamiz, hamda sizlar ham xursand bo'lasizlar.
bemalol like podpiskani ayamaysizlar, bosib qo'yinglar. Biz doim hurmatli Xudo xolasa kuzatuvchilar. qo'yib o'tamiz. Mana Hoji aka bilan shu yerdamiz. Yangi kelgan mashinalarni keldi ketdi, qanaqa arzon, pulsiz, pulli chiqadigan mashinalarimiz doim qo'yib o'tamiz. Xudo xolasa shu noldan ham mashinalarni harakat qilyapmiz. Bu postda uni ham qilib beramiz. Xudo xolasa harakat bor qilamiz. Xo'p bo'ladi. Xudo xolasa. Azizlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.